İsmim Izzatilla, 32 yoshman. Yog'in moddalariga boshida qiziqishim bolalikdan shu 16 yoshlarimdan boshlangan. 14 yil davomida chakish, ichish, undan keyin og'ir narkotik turlari, ya'ni geroin, ximический вещество hammasidan iste'mol qilib keldim. O'rtoqlarim bilan borib qiziqishda уже hamma birgalikda boshlangan tabletka. U menga уже yoqqan. Men kak o'rtog'imni topdim deb o'ylagan o'sha payt. Vaqt o'tgan sayin har kun iste'molga men уже o'tdim. Boshida menga u do'st bo'ldi. Vaqt o'tdi, уже meni dozam ko'tarilishni boshladi. Birinchi sudlanishim o'sha ishxonamdan boshlangan. Narkotikni olish maqsadida pul topish, jinoiy yo'l bilan birovni tovarini birovga o'tkazib yuborish boshlanganda birovni nomiga dokumentlar qilib berishni boshlagan. Bu pullarning hammasi narkotikka ketadi. Shunaqa birinchi sudimisim 228-modda bilan bo'lgan. Fotoxam buzilgan kun ertasi kuni Lomkada men titragan holda ko'chada mashina haydab ketyapman. Onam yonimda o'tiribdilar. Bitta mashina bilan qisishib qoldik. Uni gapi menga og'ir bo'ldi. Jahl ustida urishib, u bilan urib, yuz qismi chanog'ini sindirib qo'yganligim hisobli. Yana sudimiz oldim. Bunim tugagani uchun menga 2 yil berdi. O'sha iste'molni shu darajada onam oldida qilishga o'tdi. Ochgan do'konlarim kasodga uchradi. Ozib bundan 2,5 yil oldin 40 kilo bola bo'lgan. Klinikada davolanib chiqqanimdan keyin motivatsiya bo'lgan. Tubdan u insonlarni ko'rib xayol keldiki, nimaga bular qila olyapti, meni qo'limdan kelmaydi. O'sha xayol bilan tuzalishga qadam qo'ydim. Iste'mol qilmoqchi bo'lgan bolalarga ham aytmoqchimanki, agar qo'lingizdan kelmayaptimi, qiynalyaptimi, mutaxassislar bor. Faqat kuch topib tan olish kerak. Bu informatsiya orqasidan balkim bitta insonni hayotini qutqarib qolsam ham, o'tmishimda qilgan gunohlarimni bittasi yuvilsa, men xursand.